11-bob harakatlanish tezligi. 77-band haydovchi tanlashi lozim bo'lgan tezlik. Haydovchi harakatlanishning serqatnovligini, transport vositasining va yukning xususiyati hamda holatini, yo'l va ob-havo sharoitini, shuningdek, harakatlanish yo'nalishidagi ko'rinishni hisobga olib, transport vositasini belgilangan tezlikdan oshirmagan holda xavfsizlikni ta'minlovchi tezlik bilan boshqarishi kerak. Tezlik haydovchiga ushbu qoidalar talablarini bajarish uchun transport vositasining harakatlanishini doimiy nazorat qilib borish imkonini berishi kerak. Haydovchi transport vositasini boshqarish paytida aniqlay olishi mumkin bo'lgan xavf yuzaga kelsa, u transport vositasining tezligini to'liq to'xtatishni ta'minlaydigan darajada kamaytirishi yoki to'siqni boshqa harakat qatnashchilari uchun xavf tug'dirmaydigan holda aylanib o'tish choralarini ko'rishi kerak. Haydovchilarning tezlikni qoidalarda belgilangan talablarga rioya qilmasdan tanlashlari turli xil yo'l transport hodisalariga sabab bo'lishi mumkin. Qoidalar talablarini buzgan haydovchilar esa tegishli tartibda ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkin.